24 bab. Hammaga qodir Xudo nemishqa savol so'roq kunini belgilamaydi. O'ziga ishonadigan odamni nemishqa bekordan bekor saqlatadi. Razillar posil tishini yo'tib etib, yerni elib oladi. Qo'ylarni o'g'irlab, o'z podilariga qo'shib boqidi. Ular yetimlarning eshaklarini elib ketidi. Tul xotinlarning o'kizini go'riga elib oladi. Ular miskinlarni yo'ldan haydab etidi. Zemindagi yo'qsullarni yo'shini velishga majbur qiladi. Namratlar bola joqlarini beqish uchun go'yo yava eshaklardek cho'l bayavallardan oziq izlashga majbur bo'ladi. Ular itizlardagi qoldiq ziroatlarini o'rib oladi. Razillardan ishib qolgan uzumlarni terib oladi. Ular kechilarni yalang'och o'tkazadi. Ularning sovuqdan dalda qilgudek yepinchilari yo'q. Ular tog' yomg'irlarida ho'l bo'lib ketsa, qiyo toshlarni dalda qiladi. Razillar tul xotinlarning kuchqidiki bolalarni bulab ketadi. Namratlarning bolalarini go'riga ilib oladi. Ularning kiyimi yo'q. Ular yalang'och holda sarson bo'ladi. Och qo'rsoq holda bug'doy bog'larini to'shiydi. Ular razillarning zaytunliqida yog' tortidi. Uzumlarni sharob ko'lchikida dassab, sharob chiqarib, chanqab ketsa-mu, o'zlari icholmaydi. Shahardan sakratkilarning nidolari anglanadi. Yordam talab qilgan yordamlarning ingroshlari uzilmaydi. Lekin Xudo razillarni javobgarlikqa tortmaydi. Yo'riqlik bilan qarshilashadigan razillar bor. Ular parlaq yo'lni to'limaydi. Ham parlaq yo'ldimi mangmaydi. Qatillar tong otmay o'rnidan turib, namratlar va muhtojlarga ziyonkashlik qiladi. Kashda yana o'g'rilik qiladi. Zinaxo'rlar qorong'u tushishni kutadi. Ular birsi meni ko'rib qolmasin deb yuzlarini yugib oladi. O'g'rilar kechalari tom teshidi, kunduzlari yo'shirinib oldi. Nur bilan uchrashishni xohlamaydi. Tong nuri ular uchun zulmatlikdir. Kechining qo'rqinchi ularning do'sti bo'ladi. Razillar sesiq suv ustidagi ko'pikka o'xshaydi. Ularning yerlari qarg'ishqa qilib, hech kim uzum zorliqlariga bormaydi. Qurg'oqchilik va issiq xuddi qor muzlarni eritib ketgandek, go'rmu gunohkorlarni yutib ketadi. Ularni tuqqan onasimu untuydi. Teni qurtlarga yem bo'ladi. Ularni aslaydigan hech kim qolmaydi. Razillar xuddi qurib ketgan daraxtdek sundirib etildi. Razillar tug'mas, bolasiz ayollarni xo'rlaydi. Tul xotinlarga shafqat qilmaydi. Qudratli Xudo bu razil huquqdorlarni surib akitidi. Xudo ularga qarshi qo'zg'alsa, ular o'z jinini qutqizishqimi qurbi yetmaydi. Xudo ularni bir mezgil xotirjamlikdan bahramand qilsa-mu, lekin Xudoning nazri har doim ularning ustida bo'ladi. Ular qarmoqqa ustunlikni egilgandek qilsa-mu, lekin tezla g'oyib bo'ladi. Ular yerga urilib, boshqalardek halok bo'ladi. Xuddi boshaqlardek o'rib ketiladi. Mening deganlarim amaliyatdir. Qani, kim inkor qila oladi?
Qani, kim deganlarimning yolg'onligini isbotlay oladi?